Diqqat tezkor xabar migratsiya agentligi migrantlarga yordam taklif qilmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. O'zbekiston migratsiya agentligi Rossiyada ishlayotgan fuqarolarga Putinning farmoni asosida hujjat rasmiylashtirishda yordam taklif qilmoqda. Rossiya prezidentining farmoniga muvofiq 2025-yil 30-aprelga qadar mazkur davlatda vaqtincha ishlab yurgan fuqarolarga o'z huquqiy maqomlarini tartibga solish, patent olish imkoniyati berilgan. Ushbu jarayonda fuqarolarimizga yordam berish maqsadida Migratsiya agentligi tomonidan shtablar tashkil etilganligini eslatib o'tamiz. Hujjat rasmiylashtirmoqchi bo'lgan fuqarolar savollari bo'lsa, Migratsiya agentligi tomonidan tashkil etilgan aloqa vositalariga murojaat qilishlari mumkin. Rossiya Federatsiyasida noqonuniy yurgan muhojirlar uchun 30-aprelgacha hujjat rasmiylashtirish imkoniyati Putinning 2024-yil 30-dekabrdagi 1126 sonli farmoni asosida berilgan. Ushbu imkoniyatdan foydalanib, Rossiyadan chiqmay hujjat rasmiylashtirish va qonuniy yurishlari mumkin. Rossiya Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, hozirda 700 mingga yaqin muhojir Rossiya Federatsiyasida hujjatsiz yuribdi. Hujjat rasmiylashtirish imkoniyati va ish mavsumi boshlanganligi tufayli Rossiyaning turli shaharlarida migrantlarning murojaatlari ko'pligidan migratsiya bo'linmalarida katta navbatlar va ishchi xodimlari yetishmasligi kuzatilmoqda. Diqqat tezkor xabar. Migratsion karta admin bo'ladi. Migratsion karta qog'oz emas, elektron shaklga o'tkaziladi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya Ichki ishlar vazirligi hay'atining yillik kengaytirilgan yig'ilishida ma'lum qilgan. Qolaversa, Putin migratsiya siyosatining yangilangan konsepsiyasini iloji boricha tezroq shu yilning o'zida qabul qilishga chaqirgan. Rossiya prezidenti Ichki ishlar vazirligi oldida migratsiya sohasida jiddiy vazifalar turganini ta'kidlagan. Noqonuniy migratsiya kanallarini to'xtatish, migratsiya nazoratining zamonaviy vositalaridan faolroq foydalanish zarur, degan Putin va yangilangan konsepsiya variantiga qog'oz migratsiya kartasidan voz kechishni kiritish kerakligini ta'kidlagan. Bu va boshqa innovatsiyalar davlat migratsiya siyosatining yangilangan konsepsiyasida o'z aksini topishi kerak. Uni iloji boricha tezroq joriy yildayoq qabul qilish zarur, degan Putin. Biroq hokimiyat chet elliklarni Rossiyaga jalb qilishdan voz kechishni rejalashtirmayapti, deb yozmoqda Tomsk Online nashri. Vatandoshlarimizning Rossiyaga qaytishini, shuningdek, bizning an'anaviy qadriyatlarimizni hurmat qiladigan va mamlakatimizda yashashni, ishlashni xohlaydigan chet elliklarni, ayniqsa kerakli malakali va ma'lumotga ega bo'lgan va iqtisodiyotimizga kerak bo'lgan muhojirlarni qo'llab-quvvatlashning mavjud mexanizmlarini rivojlantirish kerak, deb fikr yakunlagan Rossiya prezidenti. Hukumatning migratsiya siyosatini amalga oshirish bo'yicha rejasi 2023-yilda ishlab chiqilgan va joriy yilda yakunlanishi rejalashtirilgan edi. Hujjat 6 bo'lim va 42 banddan iborat. Bandlar orasida mehnat migrantlari uchun adaptatsiya kursi va mamlakatda o'zini tutish qoidalari haqida eslatma, ishlab chiqish, oliy o'quv yurtlari va kollejlarda chet ellik talabalar sonini ko'paytirish, shuningdek, chet elliklarga beriladigan elektron vizalar turlarini kengaytirish bor.